Assalomu alaykum barchaga, xayrli kech. O'yinlar tahlili. Barselona Olympiakos bilan bahs olib bordi va 6-1 hisobida g'alaba qozondi. PSG dan g'alaba, Manchester City dan ham g'alaba. Kutilgan o'yinlarda kutilgan natijalar. UEFA Chempionlar Ligasining 3-turining birinchi kunida 43 ta gol urildi. Kam emas, ko'p emas, 43 ta gol urildi. Va kutilgan o'yinlarda kutilgan natijalar qayd etildi. Bugun esa ajoyib o'yinlar bor. Real Madrid Bernabeuda Juventusni qabul qiladi. Endi bu o'yinlar haqida ertaga gaplashamiz. Aynan kechagi o'yinlardagi gollar, vaziyatlar va jamoalarning ustunliklari haqida so'z olib boramiz. Barselona ajoyib kutilgan natija, o'zi Barsaning g'alabasi kutilgan edi va Barselona g'alaba qozondi. 6-1 Olympiakos yanchib tashlandi. Bayer bilan PSG 7-2. PSG dan kutilgan g'alaba. O'zi asosan ushbu o'yinlar haqidagi fikrlarni aytishdan oldin ushbu o'yinlarni to'liq o'rganib chiqish kerak. Kecha bir nechta o'yinlar bo'lib o'tdi. Ushbu o'yinlarning hammasini tahlil qilish imkonsiz, ammo qo'ldan kelgancha o'yinlarni tahlil qilib boramiz. Barsadan kutilgan g'alaba, PSG dan yirik hisobdagi g'alaba. Xo'p, yana ba'zi bir o'yinlar bo'lib o'tdi. Masalan, Nasaf Shabab Al-Ahli bilan mehmonni bahs olib bordi va 1-4 hisobida imkoniyatni qo'ldan boy berdi. Elit ligada deyarli Nasafning imkoniyatlari tugadi. Endi faqat bor e'tiborni Superligaga qaratgan holatda Nasaf to'xtamasligi kerak. O'zi qarshiliklar Elit ligada juda ham qiynalmoqda. Buning sababi ko'p o'yinchilarni transfer qilganligi. Shunaqa, qani ko'ramiz. O'yinlar juda ham ko'p, aynan faqat Chempionlar Ligasi yoki Elit ligadagi o'yinlar emas. La Ligada ham 26-oktyabr kuni bizni El Clasico kutmoqda Bernabeuda. Mashhur Bernabeu yana to'ladi deb boshlaymiz nasib bo'lsa. Shunday qilib kechagi o'yinlar haqida xulosalar, kutilgan o'yinlar va kutilgan natijalar. PSG juda zo'r. Qani ko'ramiz, bugun Madridda Bernabeuda Real Juventusni qabul qiladi va qanday o'yin ko'rsatadi. Juve Madrid qiroli hamda Italiyan g'ururi. Shunaqa uchrashuvlar. Bu ishning davomida. Alhamdulillah. Ha?